Shetimizda obzor qilamiz do'stlar. Keyin tekshirib egalariga ko'rsatib aniq qilamiz. O'sha aytib o'tganimdek, o'sha hamma narsa qo'yilgan joy-joyida ishlash prinsipini tushuntirib o'taman. Mana bu yerga e'tibor bermaysizlar, chunki men o'zim atalabdan ko'rib yopmaganman, chunki o'zi himoya qilganimga mana turba qo'yganman, himoya qilish uchun kabelni. Mana buni balgarkada kesganman, chunki o'tkir bo'lib qolganda. O'shani men endi ko'rib yopadigan bo'lsam, men bitta kabel siqilib qoladida, kabelni chopib yoki nimadir qilib qo'yishim mumkin. O'shaning uchun bu yerda yopmadim. Endi buni ishlash prinsipi, ya'ni qisqa qilib qo'yaman, tushunishingiz oson bo'ladi. Hammasini birdaniga tushuntiradigan bo'lsam, siz tushunmaysiz. Birinchi qarang. Mana bu guruh haqida gaplashamiz mana. Mana shu nimagacha, kontaktorgacha gaplashamiz. Nol keldi, faza keldi gilamli avtomatimizga. Gilamli avtomatimiz 63 lik. Mana nol chiqdi, relay напряжениямizda noliga kirdi. Faza chiqdi mana, fazasiga kirdi. Mana qarasangiz lot, ya'ni qo'shadi deyapti. Bu yoqdan chiqish kerak deyapti. Bundan chiqdi-da, mana bu shinaga keldi mana. Nol. Mana bu shinaga alohida bu. Tushunyapsizlarmi? Alohida mana. O'zining anaqalari bor. Keyin fazamiz chiqdi-da, mana bu yerga keldi. Mana bu yoqqa. Mana bu yer faza, mana bu faza relay напряжениyadan chiqyapti. Chunki bizda kontaktdan o'chirganimizda mana bu to'rtta guruhda ishlab turish kerak-ku, chunki bu yerda xolodilnik, Wi-Fi'miz bor, katyolimiz bor, aristonimiz bor, ishlab turish kerak. Keyin bundan mana relay напряжениyadan chiqqan fazani olib kelamizda, dif avtomatimizni fazasiga ulaymiz. Undan keyin chiqqan nolini olib kiradi dif avtomatning noliga. Undan keyin dif avtomatimizdan faza chiqadi-da, mana avtomatlarimizni tepasiga keladi mana. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerga keladi, permich orqali mana o'tkazganman bu avtomatlar gruppalarga. Noli chiqadi-da, mana bu yerga kelyapti mana. Bu yoqda mana men 4 talik ukkidan foydalanganman. 1 2 3 4. Mana bu 1 degan bo'lsa, mana ikkinchi shinaga kelib, birinchi dif avtomatimizdan chiqqan nol mana shu yerga kelyapti-da, gruppalarning noli ham mana shu yerga kelib kiryapti. Bular alohida mana ko'rishingiz mumkin. Bir-biriga umuman tegmagan alohida nollar. Bo'ldi, birinchi etapimiz shu. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi etapimizni ikkinchi videoda ko'rsatib o'taman.